shu so'zlarga qo'shimcha qilmoqchiman. Aniq raqamlarda mavzudan chetga chiqqan holatda man ishtirokchilarga savol bermoqchiman. Birorta shu yerda ishtirok etayotgan ishtirokchilarni yaqin qarindoshlar davlat ijrochisi bo'lib, aynan majburiy ijro byurosi organlarida ish faoliyatini olib borayotgan xodimlar bormi? Biror kim yaqin qarindosh bormi? Davlat ijrochisi bo'lib ishlab turgan shu yo'q. Masalan, hozir raqamlarni agar e'tibor berib eshitgan bo'lsangiz, 2025-yil davomida 9,6 millionda ijro hujjati tamomlandi. 9,6 millionda. Endi bundan 2,1 milliontasi avtomatik tarzda ijro etildi. Ya'ni o'sha ma'muriy jarimalar hokazo nechta qoladi? 7 milliondan 7,5 milliondan oshiq ijro hujjati qoladi. Endi e'tibor bering. Siz ijro hujjatini amalda ijro etish muddatini bizdan talab qilyapsiz. Endi bu talab asosli O'zbekiston Respublikasi fuqarosi shu sud ijro hujjatida ishtirokchi bo'lgandan keyin yoki qarzor bo'lgandan keyin talab etishga haqli, lekin 7,6 million ijro hujjatini biz 3 mingdan ortiqroq davlat ijrochisi ijro etdi. Bir kuniga hisoblab ko'ringchi. Bizni to'g'rimi? Oddiy hisob-kitobga ketaylik-da. Bitta davlat ijrochisiga bir kunda tamomlashi kerak bo'lgan ijro hujjatlari 10 dan oshib ketadi. Lekin biror marta biz davlat ijrochisi ijtimoiy tarmoqda chiqib, mani hajmim ko'p degani yo'q. Chunki bizga qo'yilgan xalqning ishonchi bor. Shuning uchun ertalab 8 da borsangiz ham davlat ijrochisi xonasida o'sha o'ziga kerakli bo'lgan hujjatlarni yig'ib, hududga chiqib ketadi. O'sha 10 ta ijro hujjati ham biz qonunmasdan shu muhokamaga olib keldik. O'zi aslida bir kunda 10 ta ijro hujjati tamomlanadi. Ba'zida davlat ijrochilari yonimizda turib qo'shimcha qilishadi. Bitta ijro hujjatini amalda ijro etilishga bir kundan oshiq vaqt ketadi. Qarang, noma'lum turdagi ijro hujjati ijro etishga bordingiz. Hop, hamma ham bir xil emas. Bizda o'sha hamkor tashkilotlarimiz bor, hozir aytib o'tdi, ularning yig'ilishini kutasiz. Vaqtini aytib qo'ygansiz, 5 minut 10 minut kechikadi. Bu ijro hujjati o'zi ikkita tomonni muammosi pishib, yetilib, sudning qaroriga ham hal bo'lmasdan sud o'sha qarorini chiqarib bergan. Ikkita tomon ham norozi bundan. Uyga kiritish masalan yoki bola olib berish. Shu turdagi ijro hujjatlariga bir kun vaqt yo'qotdik. Endi uni ertaga yuklamasiga 2 barobar bo'ladimi? Shuning uchun muammo sabab yechim. Muammoimizni hozir qo'yib turibsiz. Sababi ham aniq. Men hozir qo'ldan kelgancha aytib berdim. Bu bizni majburiy ijro byurosi xodimlarini oqlash sifatida emas, lekin raqamlarga e'tibor berishimiz kerak. Bu inson sifatida bizga o'xshab, masalan, siz ertalab 9 da ishga kelib, 6 da uyga boryapsiz. Lekin biz xodimlar 8 da borsak ham ijro hujjatini, shu bizga berilgan vazifani o'zini lozim darajada bajaraylik, ertaga xalqqa oldida yuzini yorib bo'lsin degan ma'noda ishxonasida o'tiribdi 8 da. Lekin e'tiroz qilgani yo'q. Endi yechim demak xodim sonini oshirish emas ekan, 21 kasb kanalda raqamlashtirish. Shu borada tizimli ish olib boriladi. Mana ikkitasini hozirdan o'tdi, planshet vositasi. O'tgan. Shunaqa holatlar bo'lardi, borib akt tuzishingiz kerak yoki ijro qilishingiz kerak yoki akt qilishingiz kerak. O'zi bitta davlat ijrochisi, agar yoningizga bitta davlat ijrochisini olsangiz, uni ishlamasi olib ketib qo'shilib ketadi, to'g'rimi? Bitta davlat ijrochisi ham uyga kiritish qilish kerak, ham parallel. Shunaqa holatlarda men o'zim bo'lganman, davlat ijrochisi bo'lib ishlagan paytlarimda ijro hujjatini amalda ijro etishimiz kerak. 90 dan ortiq mol-mulk kelin tomonga qaytarib olib berilishi kerak. 90 dan ortiq mol-mulk. Buni ichida bilasizmi nima? Sanaladigan buyumlar bor. Bitta buyum ijro hujjatida ko'rsatilgan, bitta buyum ko'rsatilgan bo'lsa, lekin ichida 90 ta narsasi bor. O'shalarni sanab, siz sanoqdan o'tkazishingiz o'zigacha mabitgacha vaqt ketib qoladi. Shu omillarni biz aytmoqchi bo'lganimiz, shu omillarni hisobga olish kerak. Shu jamoatchilik ham hisobga olish kerak. Haqiqatan siz aytgan muammo bor. Yana bitta fakt aytmoqchiman. Ijro hujjatini ijro etish muddati 2 oyga so'rasiz. Lekin ijrochining yuklamasi qonunda 34 da turibdi. Kuniga hisoblasangiz, yil bo'yi hozir o'tirib hisoblab chiqdim men sababini. 365 kunga bo'lganida o'shanda yakshanbani hisobga olmadi. Shanba yakshanbani hisobga olmagan bo'lsa, kuniga 10 tadan ijro hujjati to'g'ri kelyapti. Shuni hisobga olishlarini biz so'rab qolardik, chunki bu bizni tizimda ish olib borayotgan, ertalabdan kechgacha ish olib borayotgan xodimlar ichidagi bu qaysi ma'nodagi dard. Lekin shuni biror marta biz e'tiroz qilib olmayapmiz, asosga chiqmadi.